Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Mana avtobusda to'g'risidan chiqib olib sizlarga gapiryapmiz. Avtobuslarimiz holatlariga keladigan bo'lsangiz, avtobuslarimiz holatlari 2020-yilgi ideal saslanadigan yutung avtobuslar. Firmaga keladigan bo'lsak, UzAvtoTrans hamda IP Kadir va avtobuslar. Bu avtobuslarimiz hammaligi bir xilda standart 51 yo'lovchiga moslashgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir men imminni o'zim 51-sidinada o'tiribman. Avtobusimizda har bir ikkitadan yo'lovchi yonma-yon, ya'ni bir qatorda 4 tadan yo'lovchi o'xshi joylashadi. Eng ko'p tanlovda nima deydi? O'ta ham ko'p so'raladigan mesta bu 27 va 28-mestalar hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Avtobuslarimiz ideal holatda. Bu avtobusda 27-28 so'ralash, chunki eshikka yaqin deydi, keyin oyog'i uzunlar, yoshi kattalar bemalol o'tirsa, maza qilib ketsa bo'ladi. Avtobusimizda zaryadniy ustroystvolar bor. Konditsionerlarimiz ishlaydi 24 soat video nazoratda. Avtobuslarda qulayliklardan yana bir tomon avtobuslarda podozrительный лицо degan narsa bo'lmaydi. Sizlar borasizlar, agarda zapret, deport yoki ism familiyangizni o'zgartirib ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizni aybingiz bilan faqatgina qaytasiz. Sen birinchi marta kelyapsan ekan, sen Rossiya territoriyasiga nimaga kelyapsan degan gap so'zlar bo'lmaydi sizlar. Endi avtobuslarimiz mana yotadimi degan aka-ukalarimizga mana ko'rishingiz mumkin. Avtobuslarimiz faqatgina 10% ga yotadi xolos. Va yoniga mana ko'rishingiz mumkin 5 sm ga siljiydi va suyagichlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu holatlarni har doim sizlarga ko'rsatib bormoqdamiz va aytmoqdamiz. Ispaniya salon avtobuslar Rossiya territoriyasiga kirishga ruxsat berilmagan. Har bir yo'lovchi o'zi bilan birgalikda 60 kg-gacha yuklar va qo'liga 10 kg-gacha ruchnoyli olib kelsa bo'laveradi. Eng yaxshilarni tavsiya qiluvchi men Elga xizmat Ali kanali. Ko'ksimiz doim qo'limizda. Bitta o'lchab 7 ta kesadigan bolalar xizmatda. Qaddingiz va qadringiz doim baland bo'lsin. Qaddi baland qadrdonlar.